Assalomu alaykum. Bayram dasturxoni uchun atigi 2 dona tuxumdan shunaqa mazali chiqadigan, ko'rinishi o'zgacha bo'lgan shirinlikni tayyorlab ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib, videoga bitta layk bosib kuzatishda davom etamiz. Shirinlikni bayram dasturxoni uchun birgalikda tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib biskvitini boshlaymiz. Biskvitimiz turetskiy biskvit bo'ladi. Jadvalini videoni oxirida rasmini qoldiraman. Idishga hamma mahsulotlarni birdaniga solamiz. 2 ta tuxumni oq sarig'i bilan chaqib soldim. Shakar, un, razrıхлитель, avaleks, kakao, jo'xori kraxmali hamda suv quyib miksarlashni boshlaymiz. Masalliqlarni miqdorini videoni tagida ham yozib boryapman yoki описаниеga kirib to'liq ko'rib olishingiz ham bo'ladi. Turk biskvitimiz o'xshab chiqishi uchun hamma mahsulotlarimiz muzdekkina bo'lishi kerak. Idishga hamma mahsulotlarni solganimizdan keyin idishi bilan xolodilnikka 10-15 minutga qo'yib olamiz. Keyin olib miksarlasak, yaxshi ko'tarilib, ishib chiroyli bo'lib chiqadi. Biskvitga kraxmal solishimizdan maqsad duxovkadan olganimizdan keyin cho'kib qolmasligini oldini oladi. Aynan jo'xori kraxmalidan foydalanamiz. Kartoshka kraxmali bo'lmaydi. Avalex haqida ham ko'pincha qizlar kommentariyada so'rashadi, qayerdan topsak bo'ladi deb. Avalexni konditer do'konlaridan topa olasiz. Massamiz xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Miksari balans kursida 5-6 minut davomida to'xtamay miksirlaymiz. Xuddi shunaqa qattiqqina krem holida bo'ladi. Xamirimiz tayyor. Endi qolipga joylashtirib olamiz. Bu orada gaz duxovkamizni yoqib qizdirib qo'yamiz. Listga qolipni joylashtirib, mendagi qolip tegi ochiq bo'lgani uchun folga bilan qoplab oldim. Qolipim razmeri 22 ga 30 santimetr. Xamir ichiga solganimizdan keyin tekislab pishirishga yuboramiz. Pishirish jarayoni qizigan gaz duxovkasida 150 gradusda yarim soat davomida pishirib olamiz. Biskvitimiz pishdi. Yumshoqqina biskvit bo'ladi. Soviganidan keyin folgasidan, qoliplardan ajratib, bo'lakchalarga bo'lib olamiz. Stakan yordamida yoki kichikroq dumaloq qolip yordamida kesib olamiz. Bu shirinligimiz uchun xuddi shunaqa pastroq bo'lgan biskvit pishirib olishimiz kerak. Shuning uchun ham 2 dona tuxumdan pishirdim. Baland bo'lib ketsa ham to'g'ri kelmay qoladi. Endi bo'laklarga bo'lib olamiz. Mana ko'rganingizdek yumshoqqina biskvit bo'ladi. Agar tortlarga, pirojnilarga pishirmoqchi bo'lsangiz, 5 ta 6 ta tuxumdan tayyorlamoqchi bo'lsangiz, jadvalini videoni oxirida rasmini qoldiraman. Ko'rib bemalol tayyorlashingiz bo'ladi. Shokoladni mikrovolnovkada eritib, silikon qoliplarimiz ichiga 1 choy qoshiqdan to'ldirib solib, atroflari bilan yaxshilab surib olamiz.
Shokoladni qolip chetlariga yaxshilab bir xil qilib surib olamiz. Ochiq joy qolmasligi kerak, bo'lmasam olganimizdan keyin sinib qolishi mumkin. Endi buni 10-15 minutga morozinlikka qo'yib olamiz. Ozgina qotishi uchun ungacha krem tayyorlaymiz. Krem uchun bizga 400 ml slivka kerak bo'ladi, ya'ni 33% qaymoq. Ichiga 120 g sgushonoy molokoni solib, miksirlashni boshlaymiz. Men planetarniy mikserdan foydalandim. Oddiy qo'l mikserida miksirlashingiz ham bo'ladi. Qo'l mikserida 7-8 minutda kremimiz tayyor bo'ladi. Planetarniy mikserda menda 6 minutda krem tayyor bo'ldi. Morojniy kremimiz tayyor. Juda ham mazali kremlardan biri. Xohlagan tort va pirojnilarga bemalol ishlata olasiz. Me'daga tegmaydigan eng mazali kremlardan bo'ladi. Kremni konditer qopchasiga solib, uchiga dumaloq nasadka soldim. Agar nasadkangiz bo'lmasa, shunda qopchani uchini kesib ham shokoladlarni ustidan kamroq kremlab, keyin orasiga nachinka uchun bananni mayda to'g'rab solib chiqamiz. Ustidan yana bir qavat krem surib, biskvitlarni qo'yib olamiz. Qolganlarini ham xuddi shunaqa qilib tayyorlab olib, xolodilnikka yarim soatga qo'yib olamiz. Ko'zlariga kremlari singib, ozgina formasini ushlab oladi. Keyin bemalol qolipidan ajratib olishimizga bo'ladi. Xolodilnikdan olamiz, qoliplaridan ajratamiz. Silikon qolipdan shunday yengil, oson olinadi. Kamroq ortilib qolgan kremdan faqat biskvit chetlarigagina surib olib, maydalangan xandon pista mag'zlari bilan bezatib oldim. O'zingiz xohishingizga qarab uydagi bor narsalar bilan bezatishingiz bo'ladi. Yong'oq, yer yong'oq mag'zlari yoki kokos qirindisi yoki bo'lmasa boyagi chetidan ortilib qolgan biskvit bo'laklarini maydalab foydalanishingiz ham bo'ladi. Shirinligimiz deyarli tayyor. Ustini eritilgan shokolad bilan bezatib oldim. Hozir video davomida oralarini ham kesib ko'rsataman. Mehmondorchilikda yoki bayram dasturxonlarida tayyorlasangiz ham ko'rinishi bilan, ham mazasi bilan hammaga yoqadigan shirinlik bo'ladi. Yumshoq biskvitlari bilan orasi muzqaymoqli krem, ustidagi shokoladlari bilan yana ham mazali chiqadi.
Albatta shu retseptni asosida tayyorlab ko'ring. Bugungi videoim sizga yoqqan bo'lsa, layk bosib, izohlaringiz kommentariyada kutib qolaman. Kanalimga obuna bo'lib, videolarimni kuzatishda davom eting. Siz uchun eng ishonchli, eng original videolarni joylab boraman. Retseptni do'stlaringiz bilan ulashishni ham unutmang. Telegram kanalimga ham ulaning. Ссылкасini shu videoni oxirida описаниеga yozib qoldiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha sog' omon bo'ling.